Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yana bir navbatdagi mebelni ustunovkalarimiz tugadi. Bu mebelni Oltiko'l tumani Ko'tarmachek mahallasiga ustunovka qildik. Joyimiz 4,5 metrga, balandligi 2 metr holatda bo'lgan greper akrillarida. Kafelar mebelni ichida 1,9 million so'mdan bo'yi pastligini hisobiga общий holati 7,6 million so'mga tayyor bo'ldi. Mebelni ichida xo'sh mo'kamiz bor har doimgidek. Shu mo'kamiz besplatniy bizda. Simsita, sushulka, sushulkasi paddonlari bor. Qo'shilga soladigan paddushlari. Tashasi shu. Mana shu ko'rib turgan narsalar bizda besplatniy bo'ladi. Endi bunga qora mo'ka desanglar pullar qo'shilib qoladi. Musor paqa shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, hammasiga pul qo'shiladi alohida. Bu yoqda mikrofonov qo'ygan, tepa eshikda 55 dan polkalarda bor hammasida. Pastlarimizda ham shunaqa. Vakuumli. Gaz bilan anaqa yo'q ekan, standart gazga mo'ljallab kesib qo'yib, shunga moslab olaman dedi. Shu yoqda gaz tepada anaqa so'ladi ichkasi. Xo'sh, sizga stalishingiz glansvip plyuslari qo'yilgan. O'rtalariga siylar kremerlar qo'yilgan. Xalatenlikni usti. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqa qilib olasizlar. Chiroyli qilib yasab ustunovka qilib beramiz.